Shunday qilib, o'g'lim o'qishni tugatdim degan. Ha, ustoz. Injener bo'ldim. Barakalla. Seni yoshligingdanoq shu o'qishga o'quving borligini, bir so'zli ekanligingni maktab davridayoq sezganman. Seni tolaying baland. Katta odam bo'lib ketasan, o'g'lim. Aytmoqchi ustoz, maktabimiz qalay? Hamma o'zingiz rahbarmisiz? Maktab joyida. Lekin direktorlikdan ketganimga 5-6 yil bo'lib qoldi. Sizlarni bitirtirib, men ham ketganman. Nega? Maktabda sizdaqa jon kuyar, halol odam ishlamasa kim ishlaydi? Balki bu gaplarni senga aytishim noo'rindir. Esingdami? Maktabni bitirayotganingda senga oltin medal berilishda qancha tortishuvlar bo'lgan edi? Medal bitta. Olaman degan ko'p. Lekin ularning ichida eng munosibi sen eding. Esimda. O'shanda faqat siz menga medal berilish uchun qattiq turib bergansiz. Agar shunday qilmaganingizda ular menga berishmasdi. Qattiq turib, to'g'ri qilganimni bilaman. Bunga hozir ham achinmayman. Ochig'i, o'sha voqeadan keyin meni ham arizamni olishgan. Nima? Nahotki? Dunyoga kelgan har bir inson o'z toliyi bilan tug'ilib, bu uning taqdirida aks etadi. Ammo o'z taqdiri xalq taqdirida iz qoldirgan insonlar sanoqlidir. Bu ro'y zaminda baxt degan tushunchaning, baxt ta'mini tuyishning usullari ko'p. Ammo bizningcha tom ma'nodagi baxt nahorda ko'zingni ozod va hur zamonda ochib, kechalari xuddi shunday farah bilan uyquga yotishda, hech kimga mutay bo'lmasligi, birovning oldida tiling qisiq bo'lmasligida, halovatingga hech kim daxl qilmasligida bo'lsa kerak. Bugungi hurriyat zamonida o'sayotgan avlod uchun balki bu gaplar biroz notanish, biroz havoyi va biroz begonadek tuyulishi mumkin. Bir hisobda shunday bo'lgani ham yaxshi. Totalitar tuzum haqidagi tasavvurni ularning musaffo ongiga kiritib, o'zimiz ko'rgan u kunlar haqidagi xotiralarga yoshlarni oshno qilib nima qildik? Ammo u kunlarni unutib yubormoq ham yaramaydi. Ular saboq, ular jonli misol, ular kechagi tarix. O'zingiz bilasiz, tarixni unutganning kelajagi bo'lmaydi. Shunday qilib, bugun ham yurtning kechagi kunidan so'z ochmoq, bugungi e'zozli kunlarda turib, e'zoz degan tuyg'u unutilayozgan, uning o'rnini haybat, qo'rquv va tahlika egallab olgan davrlarimizga yana bir qo'r nazar tashlamoq bo'ldik. Qamrab olingan davrimiz u qadar olisdan emas, chorak asr naridan boshlanadi. Mendan so'rasangiz agar men aytardim, kichkina chaqaloq ham shuni bilishi shart. Nima deganda bu boshimizdan kechirgan hayot hech qachon o'zbek bor ekan bu zaminda hech qachon esimizdan chiqmaydi. Bir qarashda baxtiyor ko'ringan gulgun chehralar, farovon kelajakdan naql qilguvchi alvon shiorlar, butun boshli xalqlar va millatlarni yagona, buyuk sovet xalqiga aylantirish ishtiyoqidagi qavmiyatlar,
buyuk saodat va'da etilayotgandek ko'ringan jimjimador havoyi gaplar. Aslida esa qo'sha 1912-yilda Rossiya dehqonchilik vaziri Aleksandr Krivosheyenning imperator Nikolay II ga yozgan xatida aytilganidek, Turkiston paxtasi Amerikani yengish imkonini beradi. Mustamlaka ahli Amerikadagi qullar kabi faqat paxta yetishtirsin degan muddaoning amaldagi ijrosi 20-asr so'nggi choragiga qadar ham o'z kuchida qolgan. Bo'lmasa, butun boshli hayhotdek mamlakatga kiyim-kechak yetkazib bergan respublika o'zi kafallikka zor qolmas. Millionlab gektar yeri kamlik qilgandek tomorqasiga ham paxta ekib, evaziga ro'zg'orda ishlatiladigan oddiy kirsovunga, 2 qadoq shakarga va yoxud bir qop bug'doyga zor qilib qo'yilmas edi. Bu inkor qilib bo'lmas haqiqat. Misollar kerakmi? Marhamat. O'sha yillar statistikasidan ma'lumki, 1990-yilda O'zbekistondagi yalpi ijtimoiy ishlab chiqarish sobiq ittifoqdagi 15 ta respublika orasida 12-o'rinni egallab, milliy daromad ishlab chiqarish ittifoqdagi ko'rsatkichning yarmini, xalq iste'moli mollari ishlab chiqarish esa 40% ni tashkil qilgan. O'zbekistondan tashib ketilgan paxta o'rniga qolgan mahsulotlar boshqa respublikalardan olib kelingan. Ya'ni olib chiqilgan xomashyo bilan bizga keltirilgan mahsulotlar o'rtasidagi farq 898 million rublga kam bo'lgan. Oqibatda respublikaning sho'rlik aholisi iste'mol qiladigan go'sht, sut mahsulotlari va tuxum o'rtacha ittifoq aholisiga nisbatan 50% ni tashkil qildi. 75% o'zbekistonliklarning iste'mol tovarlarga bo'lgan ehtiyojlari boshqa respublikalardan mahsulot yetkazib berish hisobiga to'ldirilgan. Aholining aksariyati oyiga atigi 70 rubl atrofida daromad olardi. Oqibat shu bo'ldiki, respublikadagi bolalar o'limi ko'rsatkichi dunyodagi yuqori o'rinlardan birini egallagan. Eng dahshatlisi, 90-yillar boshida respublika amalda ocharchilik ostonasiga kelib qolib, atigi 12-15 kunga yetadigan g'alla zaxirasi qolgan. Men moliya vaziriman. Hammasi hisob kitob qo'limda. Shuni ko'rsatsam agar menga hech kim quloq solmasdi. Qanaqasi bu? Yana doim O'zbekiston dotatsiyada bo'lgan. O'zbekiston 1,5 milliard rubl ga yetalik doim byudjetimizda Moskvani byudjetini aytaylik dotatsiyasida o'tirgan edik. Ya'ni bizlar qashshoq respublika qatoriga kirgan edik. G'irjistonni olasanmi, boshqasini olasanmi, bular mutlaqo o'zini o'zi boqadigan. Nima deganda narxni shunday o'tkazar ediki, u yerda o'tirgan chaqqonlar, shovvozlar Moskvada. Paxta tekinga kerak bo'lsa g'alla paxtadan 10 marta qimmatroq qilib ko'rsatar. Mana shu hisobidan bu balans bo'lardi. O'zbekiston qashshoq, doim yalinib yuradigan respublika. Ular bo'lsa boy va bizlar ularning oldin qandaydir doim uyaltirgan bir aytaylik ko'z bilan, yuz bilan yashar. Bizda ham odam yashaydi. Bizda ham bolalar yashaydi deb so'rasang, sen darrov millatchilar qatoriga o'tarding. Masalan, oddiy ruchkani olaylik. Garchi uni ishlab chiqarish murakkab texnologik jarayon hisoblanmasa-da, mamlakat ana shu ruchkani ham ishlab chiqarish imkoniyatiga ega emas edi. Eng achinarlisi, paxtani eksport qilishdan tushgan barcha valyuta mablag'lari Moskvada qolardi. Shuning uchun butun O'zbekiston iqtisodiyoti paxta yetishtirishga yo'naltirilgan bo'lishiga qaramasdan, biz paxta tolasini eksport qilishdan tushgan mablag'larni mamlakatimiz aholisini turmush farovonligini oshirishga yo'naltirish imkoniyatidan mahrum edik. Shuning uchun bu oxir oqibatda demak O'zbekiston Respublikasini iqtisodiyotida, ijtimoiy hayotida juda katta nomutanosiblikka olib keldi. Xuddi shu holatni boshqa sohada ham ko'rish mumkin. Masalan, sanoat sohasida o'sha uran qazib chiqarish, oltin, pilla va boshqa mahsulotlarni demak qazib chiqarish, qayta ishlash sanoatida ham bu sohalarni ishlab chiqarish faoliyatining pirovard natijasi bilan ularda band aholini turmush farovonligi o'rtasida hech qanday bog'liqlik yo'q edi. Chunki bu mahsulotlar sobiq ittifoq paytida markazdan turib, Moskvadan turib, markazlashgan tarzda eksport qilinar edi. 20-asrning demak 80-yillardan boshlab ishsizlik muammosi keskin avj ola boshladi. Bu muammo oxir oqibat chuqurlashib, 20-asrning 90-yillariga kelib, o'zini kulminatsion nuqtasiga yetdi. E'tibor qiling, butun shunday ulkan sobiq ittifoq kabi hududda 9 million ishsiz bor edi.
1990. Shuni 1 millioni O'zbekiston deydi. Holbuki O'zbekiston, demak, hududining kattaligi, ishlab chiqarish salohiyati bo'yicha sobiq ittifoqda, demak, ishlab chiqarish salohiyati bo'yicha 4-respublika bo'lganmiz. 1989-yilning 24-iyuni O'zbekiston Ministrlar Совetining kengaytirilgan majlisida o'sha paytda endigina respublika rahbarligiga saylangan Islom Karimov ma'ruza qilib, millat va mamlakatni hurriyat yo'liga olib chiqish, uning o'z huquqlariga ega qilishning ilk dasturiy konsepsiyasini asoslab berdi. Bu konsepsiya biz endi eskicha yashay olmaymiz, zamon ham bunga yo'l qo'ymaydi deb nomlangan edi. Unda g'ururi, sha'ni toptalgan xalqning qaddi va qadrini tiklash, o'zligini anglatish g'oyasi dolzarb masala sifatida keskin qo'yildi. Milliy mustaqillikka erishishning tadrijiy jarayoniga shu tariqa tamal toshi qo'yildi. insonlar o'z vatanini, o'z xalqini sevgandan keyin paydo bo'ladi. Bir u paytlarda mulk degan tushuncha, mening mulkim degan yoki mulk degan so'zni o'zini ishlatish qiyin edi. Mulk degan so'zni ishlatgan odamga bir halgi bir sudxo'r yoki bir yulg'ichdek qaralardi-da. O'sha davrda eng katta inqirozi, eng katta noto'g'ri qilgan ishi mulkchilikni yo'q qilganda. Bu faqat davlat mulki bo'lardi. Faqat davlat mulki bo'lgan. Xususiy mulk degan so'zni o'zi bo'lmagan. Prezidentimiz 89-yil dastlabki farmonlardan bittasi aholiga tomorqa yerlarni ajratish haqida bo'lgan. Butunlay juda katta bir voqea bo'lgan. Shunda nazarimda 2,5 million xonadonga yer ajratilgan. Bu endi O'zbekiston uchun, o'sha bolaparvar, bir oilaparvar, ro'zg'orparvar xalq uchun, yerparvar xalq uchun bundan katta baxt yo'q edi. Ana shu bizim mustaqilligimizning eng birinchi g'ishlari shunda qo'yilgan. Men shuni deb bilaman. O'z boshqaruvining birinchi kunlaridanoq mustaqillik bu huquq degan tamoyilni o'rtaga tashlab, uni joriy qila boshlagan Islom Karimov siyosatidagi yerga, uning negizida mulkka bo'lgan tuyg'uni uyg'otgan tadbir ilk qadam edi. Oldinda milliy g'urur tuyg'usini uyg'otishdek sharafli vazifa turgan edi. Bu davrlarda millatning qadri, milliy qadriyatlar degan tushunchani tilga olish har baloga giriftor bo'lishni bo'yinga olmoq bilan barobar edi. Xalqning necha ming yillik bayrami Navruz tavqlanatga uchragan, dahriylik ya'ni ateizm tashviqoti zo'r berib yurgizilar, butun boshli avlodlar qayoqdagi cho'pchaklarga ishontirib voyaga yetkazilgan edi. Xuddi shu murakkab bir davrda Navruzni milliy bayram sifatida nishonlash, ikki muqaddas diniy bayram, Ramazon va Qurbon hayitlarini umumxalq bayrami sifatida o'tkazishga farmon berildi. Bundan tashqari 1989-91-yillarda vatanimiz, millatimiz faxri bo'lgan Alisher Navoiy, Bobur, At-Termiziy va boshqa ko'plab ulug' alloma, shoir va mutafakkirlarning yubileylari, xalqaro anjumanlar o'tkazildi. Shu tariqa xalqning ikkinchi ma'naviy mulkka egalik tuyg'usi uyg'otildi. Istiqbolda eng murakkab siyosiy huquqqa egalikdek marra bor ediki, u ham sabot va matonat, aytish kerak, jasorat bilan egallandi. 1990-yil mart oyida O'zbekistonda sobiq ittifoq respublikalari orasida birinchi bo'lib prezidentlik instituti joriy qilindi. Bu o'z yurtiga egalik qilishning qat'iy talabi, tom ma'nodagi siyosiy mustaqillikning ilk qadami edi. Paytda Moskvaga borganda boshqa mamlakatlar, respublikalardan kelib, hammasi to'plangan. Gorbachev majlis o'tkazayapti. Hamma respublikaning rahbarini chaqirib majlis o'tkazayapti. Men kirib keldim. Menga qo'lni uzatib boshqalarga aytyapti. Qarang, bu odam birinchi bor men prezident bo'lsam, bu odam ham prezident bo'lmoqchi. Balki SSRni ham ertaga prezidentlikka da'vo qiladi. SSR tarqoq bo'ldi. Menga aytaylik kuchga o'tmadi, tishga o'tmadi. Har qanday natijaga erishmoq shunchaki osonlik bilan qo'lga kiritilmaganidek, hech qanday kurash qarshiliksiz o'tmaydi. Hurriyatni qo'lga kiritish, mustaqillikka erishish-ku inchunun. Bunday kurashda birlamchi mezon adolat bo'lsagina, xalq ham, yaratgan ham kurashuvchini birdek qo'llaydi.
ko'mak beradi. Man Qashqadaryo misolida bilaman. 85-yillari oxiri dekabr. Desantchilar qanaqa zulm o'tkazmagan. 1,5 ming xalq qamoqqa olingan. Man keldim, mana endi juda og'ir bir sharoitda tushganimni hali beri hayolimdan chiqmaydi. Nima deganda odamlarning ishonchini qaytarish naqadar qiyin bo'lgan. Endi nima qilishim kerak ediki, odamlarning ishonchini qaytarish. Xudoga shukronalar bo'lsinki, mana 3 yil, 4 yil o'tmasdan odamlar shunday menga ishonch bilan qaraydigan bo'ldiki, butun respublikada rahbar bo'lib chiqqanimda birinchi meni kim xursandchilik bilan qo'lladi. Hali beri Qashqadaryoga kelsam, xuddi o'zimni birinchi uyimga kelganday o'zimni his qilaman. Qo'qondagi voqealar va boshqa aytalik Quvasoydagi voqealar haqida hammasini boshimizdan o'tkazdik-ku. Men 23-iyun kuni saylangan bo'lsam Toshkentda. 25-iyun kuni shu yerga keldim. Binoga kirdim. O'rtasida desantchilar o'tiribdi. U yerdan kelgan. Qarasam, bular u yoq bu yoqni umuman pisand qilmaydigan va avtomatlarni ko'tarib o'tirgan. Xuddiki bu binoga kimdir hujum qilayotganday. Shu kunning o'zida, shu soatning o'zida ularni joy-joyga jo'natish, o'z kazarmasiga borib o'tirishni aytaylik men buyruq berdim. Faqat 2 kun men rahbar bo'layotgan bir paytda mashinga o'tirib hech qanaqa aytaylik orqamda hech kim bo'lmagan. Mana shu mashinga minib men Qo'qonga borganman. Nima uchun bilardim? Bu to'xmat bo'lganini yaxshi bilardim. O'sha paytlarda ayniqsa shu voqealar ta'sirimi Sovet harbiy qismlarida shu o'zbek farzandlariga sovuq qarash, xunuk qarash, mensimaslik holatlari yuzaga kelgan va juda ko'p shu yerdan temir tobutlar kela boshlagan. Yoki o'sha Afg'onistondan kelardi temir tobutlar. Shifrdagi harbiy nomi Gruz 200 deyilardi. Shunda temir tobutlar ekanlar. Va eng alam qiladigani o'zbekchilikni butun haligi o'zbekni butunlay ichini tilka pora qilib yuboradigan o'sha temir tobutni ochtirilmasdi-da. Bu bechora onalar shu bolasini ko'rmasdan ichida nima yotganini bilmagan uning ichida. Bombada portlab ketganmi, boshqa bo'lganmi, hech narsani ko'rmasdi-da. Bu eng katta bir mudhish voqea edi va ana shularga chek qo'yib, bundan buyog'i o'zbek farzandlari o'zini yurtida harbiy xizmatda o'taydi dedi. Bu juda katta voqea edi, juda katta jasorat edi. Shunday qilib, xalqning moddiy, ma'naviy va siyosiy huquqlariga ega bo'lishi sari tashlangan qadamlar o'z samarasini berdi. 1991-yilning 31-avgust kuni xalqimiz o'zining 1,5 asr davomida yo'qotgan aziz va muqaddas ne'matini yana qaytarib oldi. Men shu bugundan e'tiboran 1-sentyabrni Jumhuriyatimizda Mustaqillik kuni umumxalq bayrami deb e'lon qilishni taklif etaman. Mustaqillikning e'lon qilinishi hali tom ma'nodagi erkinlik emas. Bu yo'lda qanchadan qancha harakat, mehnat, chidam, sabot, bardosh kerak edi. Hurriyat arafasida amalda ocharchilik ostonasiga kelib qolgan respublikaning iqtisodiy ahvolini o'nglash, abgor bo'lgan ijtimoiy sohaning qaddini ko'tarish, harbiy salohiyatni oshirib, milliy armiyaga ega bo'lish, eng muhimi, ortdagi ko'priklar yonib ketdi deya xalqni o'z kuchiga, o'z kelajagiga ishontira olish. Bugun bu gaplar xuddi tarixdek eslansa-da, uning ortida bir emas, ming emas, millionlab inson umri yetishi dushvor bo'lgan mehnat yotibdi. O'tish davri zahmatlarga boy bo'ldi. Misol tarzida birgina asosiy hujjat, bosh qomusimiz qabul qilinganini eslash yetarli. Har bir o'zini davlat deb bilgan, davlatni millat deb bilgan xalqni birinchi kerak bo'lsa yuridik ma'nodagi hujjat ham bir o'shani dunyoga ko'rsatadigan ham, dunyo tan olishining birinchi mezoni konstitutsiyasi bo'ladi. Va o'sha kezlarda juda katta konstitutsiyani tayyorlash bo'yicha juda katta salohiyatli guruh ishlagan. Nazarimda shu 97 ta davlatni konstitutsiyalari o'rganib chiqilgan.
mingdan ortiq huquqiy aktlar, hujjatlar, bayonnomalar hammasi o'rganib chiqilgan. Va shundan keyin hozirgi bizning konstitutsiyamiz, Mustaqil O'zbekiston konstitutsiyasi dunyoviy andozalarga qiyoslaganda eng mukammal, insonni hamma jihatdan himoya qila oladigan eng mukammal konstitutsiyalarning biri. Bizda iqtisodiy ahvolimiz 91-yilda juda ayanchli bo'lgan. Mana birgina misol. O'zbekiston davlat byudjetining taqchilligi, ya'ni defitsiti. Mamlakat davlat byudjeti xarajatlariga nisbatan 44% ni tashkil qildi. Bu nima degani? Mamlakatning eng katta markazlashgan pul fondida pul fondining qariyb yarmi yo'q. 44% bu qariyb 50% degani. Dunyo amaliyotida bu ko'rsatkichning me'yoriy darajasi 8% qilib belgilangan. Shundan ham bilsa bo'ladiki, O'zbekistonda byudjet siyosati ham juda ayanchli ahvolda edi. Bunday sharoitda prezidentimiz aytdiki, demak O'zbekiston rubl zonasida qolib, to'lov balansini holatini yaxshilaydi va davlat byudjetini demak og'ir ayanchli ahvoldan chiqaradi. Lekin keyinchalik qo'shni davlatlarda, ya'ni sobiq ittifoq o'rnida tashkil etilgan davlatlarda milliy valyutani muomalaga kiritish jarayoni keskin kuchaydi. Misol qilib aytish mumkin, Ukrainada, Qirg'iziston bular o'zini milliy valyutalarini joriy qildi. Milliy valyutani joriy qilgandan keyin o'sha mamlakatlarda demak muomaladan chiqib qolgan juda katta hajmdagi rubl O'zbekiston iste'mol bozoriga oqib kela boshladi. Bu esa bizlarda iste'mol bozorimizni butunlay izdan chiqarish imkonini beradi. Chunki bu juda katta rubldagi pul massasi. Rossiya Federatsiyasi ham juda qo'shimcha g'ayritabiiy shartlar qo'ya boshladi. Qanaqa shartlar? Masalan, Rossiya parlamenti deputatlari qaysi davlat rubldan to'lov vositasi sifatida foydalansa, ular byudjetini bizlarda tasdiqlatsin. Endi bu mumkin emas. Bu qanaqa mustaqil davlat Rossiya Federatsiyasi parlamentiga borib, Rossiya parlamenti deputatlari oldida davlat byudjetini muhokamaga qo'yadi. Bu bizlarda siyosiy mustaqilligimizga to'g'ri kelmaydigan, daxl qiladigan salbiy holat edi. Prezidentimiz o'sha paytda hukumat rahbari edilar. Hukumatni bir nechta ichki iste'mol bozorini himoya qilish to'g'risidagi qarorlari chiqdi. Va eng haligi samaralisi bu so'm kuponni joriy qilinishi bo'ldi. Demak, biz oraliq valyuta sifatida so'm kuponni joriy qildik. So'm kuponni joriy qilinishi bu ichki iste'mol bozorini demak rubl xavfidan xalos qilish imkonini berdi. Lekin bu oraliq valyuta edi. Biz o'zimizda haqiqiy valyutaga o'tish uchun bizga ma'lum bir tayyorgarlik davri kerak edi. Shuning uchun biz 1993-yil noyabrda oraliq valyutani so'm kuponni joriy qildik. Iqtisodiy erkinlik, iqtisodiy mustaqilligimiz haqida gap turganda bitta narsani hech kim esidan chiqarmasligi men istardim. Ya'ni iqtisodiy mustaqillik bu asosiy mustaqillik. Iqtisodiy mustaqillik bo'lmasa agar hech qachon siyosiy mustaqillik bo'lmaydi. Bu masalani bir kunda hal qilib bo'lmaydi-ku. Buni oldin o'ylash kerak. Misol uchun Buxoro zavodini qurish. Qanday maqsadlarni ko'zlab bizlar 97-yilda shu zavodni qurib oldik? Nima bunga sabab bo'ldi? Nimani o'ylab, nimani maqsad qilib qo'ydik? Bugun hech kimga sir emas. O'zbekistondagi avtomobil yo'llari Yevropa yo'llaridan hech qanday kamchiligi yo'q. 1 kilometr yo'l 6 palosa deydi. 1 million dollar turadi. Ba'zi joylarda 2 million dollar turadi. Qanday qilib bizlar buni quryapmiz? Bu masala ustuvor bir masala bo'lib oldimizda turyapti. Ya'ni o temir yo'llarni oladigan bo'lsak, qisqa bir davrda agar hisoblasak 850 kilometr temir yo'lni bizlar o'tkazdik. Shu o'rinda yo'llar haqida alohida to'xtalish kerak bo'ladi. Sobiq tuzumning makkor va g'addorligini qarangki, O'zbekiston markazidan, deylik, vodiyga boradigan odam istasa istamasa Tojikiston hududidan janubiy mintaqalarga yoki Xorazmga yo'l olsangiz, Qozog'iston yoki Turkmanistondan o'tishga majbur edi. Ittifoqning uzoqni ko'zlagan strateglari mabodo bu respublikalar mustaqil bo'lib qolsa, azbaroyi yo'l sabab bir-biri bilan jiqqamusht bo'lsin deya karomat qilgan bo'lsa ajabmas. Ammo
ularning bu xom xayoli O'zbekiston tutgan siyosat, sa'y harakat sabab kuchga aylandi. Mashaqqatlar evaziga bo'lsa-da, tog'lar orasidan Qamchiq dovoni orqali vodiyga, Guliston orqali janubga, Hazorasdagi temir yo'l va avtomobil ko'prigi orqali Qoraqalpog'istonga yo'l solindi. Voqelikdan biroz oldinlab aytishimiz mumkinki, bugun Qamchiq dovoni orqali qurilayotgan Angren-Pop temir yo'li orqali 2016-yilda Farg'ona vodiysiga ham poyezdlar qatnovi yo'lga qo'yiladi. Bugun faxr bilan ro'y rost aytish mumkinki, O'zbekistondagi qurilgan va qurilayotgan yo'llar, umuman bu kabi tadbirlar sabab ulug' bir ish qilindi. Mamlakatning hududiy yaxlitligi saqlab qolindi. Milliy o'zlikni anglash, mustaqillik atalmish tuyg'uni yurakda mustahkamlab, uning qadriyat darajasiga ko'tarilishida bu tuyg'uning qimmati beqiyos ekani avval boshdan ham, bugun ham unutilgani yo'q. Ammo millat taraqqiyoti tushunchasi milliy mahdudlikdan, xalqning asrlar davomida e'tiqod qo'yib kelgan muqaddas islom dini aqidaparastlikdan tubdan farq qilishi ham o'shandayoq anglandi. Bo'lmasa, bizga o'z yo'lini tiqishtirmoq bo'lib, og'alik da'vo qilganlar bir tomon, paytdan foydalanib O'zbekistonni o'rta asrlar tartibotiga qaytarishni xayol qilgan ro'dapolar bir tomon bo'lib, chakana po'pisa qilishmadi deysizmi? Mustaqilligimizni dastlabki yillarida albatta bir tushunmovchiliklar, birdaniga ozodlikka chiqqan inson to es hushini yig'ib bir maromida harakat qilgunga qadar ba'zi bir nojo'ya salbiy harakatlar ham bo'lar ekan. Masalan, mana shu vijdon erkinligiga, diniy e'tiqod erkinligi ta'minlangandan keyin ba'zi bir islom dinimizni ta'limotini chuqur bilmagan va shu mustaqil bo'ldik, endi nima qilsak bo'laverar ekan deb o'zlaricha har xil harakatga tushgan bir ekstremistik harakatlar ham bo'ldi. Bizni dinimizda, muqaddas dinimizda, Qur'onimizda aytiladiki, la tag'lu fi dinikum, ya'ni din masalasida juda chuqur ketib qolmanglar. O'rtacha boringlar degan ta'limotlar bor. Dastlabki o'sha 90-91-yillarda o'zimizni xalqimizni orasidan shunaqa bir ekstremistik harakatlar bilan chiqib, darhol butun tuzumni o'zgartirib yuboramiz, unday qilamiz, bunday qilamiz deb xalqimizga ancha-muncha tashvishlar keltirildi. Lekin bu narsalarni o'z vaqtida olindi. Hukumatimizni, davlatimizni, yurtboshimizni dono siyosati asosida bu narsalarga barham berildi, alhamdulillah. Mustaqillik ne'matlarini, uni qadrini bilish uchun mustaqillikdan oldingi bir hayotlarimizga bir nazar solish kerak. Eslaylik, O'zbekistonda 83 ta yo 84 ta masjid bor edi. Mana hozir 2040 taga yaqinlashdi. 2039 taga yetdi hozir shu kunlarda. Alloh bu yerga, mana bu zaminga, mana shu tuproqqa nazar tashlaydi. Ertalab turib ishga tayyorgarlik ko'rayotganda albatta Allohdan so'raymanki, o'z ne'matingni bizlardan ayama. Xalqimni asra, xalqimni saqla. Agarki hammamiz ham mana shunday nima so'rasa agar, albatta Xudo beradi. Qishloq shunaqa bo'lish kerakki, uni katta ko'chasi bo'lishi kerak. Har qaysi qishloqning markazi bo'lishi kerak. Markazida nima bo'lishi kerak? Maktab bo'lishi kerak. Hokimiyat bo'lishi kerak. Yoki qishloq kengashi bo'lishi kerak. Umuman qishloqni obod qilish faqat u yoqda bu yoqda uylar qurish emas. Obod degani tartib bilan qurilgan qishloqni bizlar obod deymiz. Shuni hammasini inobatga olib tepavoy bir uylarni bizlar tavsiya qilishimiz kerak. Har qaysi albatta umumiy talablarga javob berish kerak. Birinchidan g'ishtdan bo'lish kerak. Albatta planirovkasi zamonaviy bo'lish kerak. Misol uchun
mehmon qabul qiladigan joy, yotadigan joy, ovqat yeydigan joy, buni hammasini hisobga olish kerak. Ishonasizlarmi, yo'qmi? Lekin meni havasim bor shuna. Havas emas, istagim bor. Kerak bo'lsa mana shunday oddiy odamlarning hayotini kechirish. Ko'p narsani ko'rgan odam baribir bir narsaga iqror bo'lar ekanki, odamlarni qandaydir kerak bo'lsa ozgina ko'zida hurmatni o'zim sezsam, mening uchun boshqa baxt yo'q. O'zbekistonning hurlik zamonida erishilgan natijalari yuzlab kitoblarga jo bo'ladi. Ularning hech birini kamsitmagan holda aynan yosh avlodning ta'lim va tarbiyasi, farzandlarimizning hech kimdan kam bo'lmay ulg'ayishi yo'lida qilingan ishlarni natijalarning eng muhimi deyishga asos mo'l. 1997-yilda qabul qilingan jahonning hech bir yerida o'xshashi bo'lmagan kadrlar tayyorlash milliy dasturidan bugun dunyoning ko'p davlatlari andoza olishga tayyor. Bugun mustaqillik yilida tug'ilgan bolalarimiz 23 yoshdan oshdi. Bu katta boylik. Bu nafaqat boylik, ertangi kunimiz bu. Hech kim bu dunyoda ustun bo'lgani yo'q. Shu nuqtai nazardan ertangi kunimiz haqida qanaqa jamiyat quryapmiz, qanday davlat quryapmiz, ertangi kunimiz qanday bo'ladi? Ko'zi ham yonib turibdi. Harakati ham shunaqaki, menga imkoniyat beringlar, men o'zimni ko'rsataman degan g'urur bilan yuradigan bolalarimizni nima uchun men yaxshi ko'rmayman? Erkin va obod vatan qurganlar baxtiyordir. El ko'nglida matonat, g'urur ham iftixordir. Bugun O'zbekistonda faqatgina keksalar emas, kecha tug'ilgan murg'ak bola ham, uni dunyoga keltirib, voyaga yetkazayotgan ona ham, istiqbolda yurt taqdiri haqida qayg'urishi niyat qilingan talaba ham, vatanni har turli balolardan qo'riqlayotgan harbiy ham, o'qituvchi-yu shifokor, ziyoli-yu mirishkor, muhandis-u san'atkor ham e'zozda. Bugungi O'zbekiston e'zoz qilayotganlar va e'zoz ko'rayotganlar mamlakatiga aylandi. Boshqacha bo'lishi mumkin ham emas. Bir paytlar unga nisbatan adolatsizlikka yo'l qo'yilgan bu xalq asrlar davomida o'zi e'zoz ikrom ko'rsatib, evaziga pand yegan damlari mo'l bo'lgan yurt bugun rostmana e'zozga munosib. El ko'nglida matonat, g'urur ham iftixordir. Dunyoda millatlar ko'p. 6000 millat bilan ellat bor ekan bu dunyoda. 200 ta davlat bor. Lekin o'zbek millati, o'zbek xalqi yakka-yu yagona. O'zbekiston degan diyor, go'zal, betakror diyor, yakka-yu yagona. Tabat, shon-u shavkat, saodat senga yordur. Jonotanda jo'sh urgan, nomus bo'lgay, or bo'lgay, Alloh nazar qilgan el, mangu barqaror bo'lgay. Erkin va obod vatan qurganlar baxtiyordir. El ko'nglida matonat, g'urur ham iftixordir. Sakson 7 yoshim, oq sochim, aziz boshimni egib, sizga salom bergani keldim. Men yosh edim. Islomjon undan ham yoshroq edi. 21-son maktabida shu kishi o'qigan sinfda shu yilda 3 ta 10-klass o'qishini tamom qildi. Islom Abdug'aniyevich, Xudoy taolo sizga nazar qilgan ekan. 10 yillik oltin medallik attestatni men sizga 1954-55-yil o'qish yilida tamom qilayotgan paytingizda o'z qo'lim bilan topshirdim.
islomjon, men 63 yillik o'qituvchilik stajim bor. Mana shu narsa menga yodgorlikda qolgan ekan. Xudo menga ham bir qism taqdir qilgan ekan. Shu nimadan? Shuning uchun aradan 45 yil o'tgandan keyin mana shu originalni sizga topshiraman. Shu vaqtda o'qigan yo'l do'st birodarlaringiz, ma'lumlaringizni esga olib yo'qlaysiz. Islomjon, mana yoshim 90 ga qarab qadam bosdi. Xudodan tilagim, menga yana 90 yil umr bersin. Men sizga bag'ishladim. Seni toleing baland. Katta odam bo'lib ketasan, o'g'lim.